O'zingizga bilib oldingizmi? Nima haqida ekan? Ustozlik bu shunchaki kasb emas, balki yuksak mas'uliyat va sharafli burchdir. Maktab ostonasidan qadam qo'ygan har bir bolaning ilk orzulari aynan ustoz mehr va sabri bilan shakllanadi. Ularning zahmatli, ammo sharafli mehnatlari tufayli yangi avlod bilimli, vatanparvar va yuksak maqsadlar sari intiluvchan bo'lib ulg'ayadi. Biz maktabimizda 34 hafta 34 kitob loyihasi olib borilyapti. Namangan shahridagi 20-sonli maktab boshlang'ich sinf ustozlarining faoliyati haqida so'z yuritamiz. Maktabda 34 hafta doirasida 34 kitob loyihasi yuqori saviyada tashkil etildi. Ushbu loyiha nafaqat o'quvchilar, balki ustozlarning ham ijodkorligi, tashabbuskorligi va mas'uliyatini yana bir bor namoyon etdi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining har bir darsini yangi g'oya, yangi uslub va innovatsion yondashuv asosida tashkil etmoqdalar. Ko'paytiruv 7, qavs yopilgan, qo'shuv 69, qavs ichida ishlab olaman. Matematika fanidan o'tkazilgan ochiq darsda ustozlar zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatining rivojlantirdilar. Dars jarayonlari qiziqarli o'yinlar va interaktiv mashg'ulotlar bilan boyitildi. My dears, today's our new theme will be Ingliz tili darsida o'qituvchilar bolalarning erkin muloqotga chorlab, til o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirdilar. Jonli suhbatlar, sahna ko'rinishlari va amaliy mashqlar darsning yanada mazmunli qildi. Здравствуйте, добро пожаловать. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rus tili fanidan grammatik bilimlar amaliyot bilan uyg'unlashtirilib, o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratildi. O'simliklarning ayirish sistemasi. Biologiya darsida tabiatga mehr, atrof muhitga ehtiyotkorlik ruhidagi tarbiya ustuvor vazifa sifatida qo'yildi. Sport mashg'ulotlari esa bolalarning jismoniy chiniqishi va sog'lom turmush tarzining shakllantirishiga xizmat qildi. Ustozlar nafaqat bilim, balki sog'lom hayot tamoyillarining ham singdirmoqdalar. Musiqa darslarida esa bolalarning ijodiy qobiliyatlari yuzaga chiqdi. Qo'shiq va raqs orqali milliy qadriyatlar targ'ib etildi. Bugungi kunda Namangan shahridagi ushbu maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'z mehnati, sabri va yuksak mas'uliyati bilan kelajak avlodga mustahkam poydevor yaratmoqdalar. Chunki aynan boshlang'ich ta'lim buyuk kelajakning ilk qadamidir.